hürmetli bankamızın icazları. Bugün günde bize bankımız tomonidan biznesga birinchi qadam kredit ajratilmoqda. Evet, 17 milyondan 2 müddetga beradigan olmasak, shuni muddati uzaytirildi. Shu yilga beriladigan bo'ldi. 36 oyga, ya'ni summasi ham 30 millionga ko'tarildi. Kafillik bilan beramiz. Mijozning xohishiga asosan 3 yil imtiyozli davr, ya'ni 3 oy imtiyozli davr berishimiz mumkin. Ondan tashqari ipoteka kreditlarining общий umumiy summasini sal o'zgartirish kiritildi. Avval 330 million so'mgacha beradigan viloyatlarga Nukus, Qoraqalpog'iston viloyati uchun, respublika uchun hozirgi kunda 380 million so'mgacha maksimum miqdori. Necha foizdan? 17%dan avval berishimiz kerak.